Qo'ydi, o'chirib tashlamasdan yana qo'yyapti na prinsip. PR qilmoqchimi yoki PR ishlamoqchimi bilmayman. Bunaqa ko'payib ketdi-da, o'zidan PR yasab, o'zini taniqli qiladigan jonga tegib ketdi shularchi. Ko'tarsang, o'zingni postingni ko'tarmoqchi bo'lsang, o'zing video ishlab chiq, birov bilan nima qilasan? Какого хрена bizani qo'yib, bizani o'zicha yomon ko'rsatib gapirib beradi. Taka-takani tupoy debillar bizani o'zicha yomon deb biladi. Mana eshitdilaring. Как будто men ularni profilidan, ularni aktividan foydalanyapman ekan. Yo'q, unaqa bas. Meni o'zimda aktivim o'zimga yetadi. Hurmatli Nilufar Hamidova. Siz shuni bilib qo'ying, o'zimni aktivim Xudoga behisob shukr juda ham chiroyli joy-joyida. Chunki men O'zbekistonda qanaqangi san'atkorlar, show biznes vakillari, qanaqangi blogerlar bo'lsa, men reklama narxi qolaversa faqat to'ylarga necha pulga keladi, vodiyga, voqaga degan kontent olaman xolos. Meniki hammasi joy-joyida ketib turganda opa. Sizlar ham o'zlaring ko'rgandirsizlar meni aktivim qanaqaligini. O'shuning uchun sizlar menga tashash qilyapsizlar. Men ochiq qanaqa karomat ko'rsatib beradi deganimiz sababi haqiqatdan ham siz profilingizni men tekshirdim, opa, millionni urgan videolaringiz hammasi 18+. Bu ana ochiq fakt narsa. Yana bitta narsa, opa, menga so'kinib, haqorat qilib video qilibsiz. Hali men sizga birov so'kinganim yo'q, ortiqcha gapirganim yo'q. Aqlingiz yetsa, duxingiz yetsa, o'zimga yozing, o'zimga aloqaga chiqing. O'zim gaplashib olaman, opa, siz bilan. Unaqa orqa oratdan istoriya qo'yib, post qo'yib, qayerda o'maga o'zingizga o'zingiz PR ishlayapsiz. Meni aktivimdan foydalanib siz PR ishlayapsiz. Mana shu videoni o'sha Nilufar opaga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Hammaga xayrli kech do'stlar. Salomat bo'linglar.